Lutsifer, Doktor Manhattan. Bu ikki mavjudotlar DC olamining eng kuchli, deyarli yengilmas qahramonlari hisoblanishadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu ikki mavjudot bir-biriga qarshi to'qnash kelsa nima bo'lardi? Ularning qaysi biri jangda g'alaba qozongan bo'lardi? Salom do'stlar, sizlar bilan Kamina Sardor aynan shu savolga bugungi videoda javob topishga harakat qilamiz. Lutsifer va Doktor Manhattan haqida bugun to'liq, hali hech kim hech qayerda aytmagan barcha kuch va qobiliyatlar, sirlar haqida bilib olasiz. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib, videoga bitta like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Keling, dastlab Lutsifer haqida qisqacha bilib olamiz. Farishta Lutsiferning to'liq ismi Lutsifer Morningstar bo'lib, dastlab Qum odam komiksida paydo bo'ladi. Lutsifer bu oddiy shayton emas, u prinsessaning eng mukammal farishtasi va o'g'li hisoblanadi. Lutsifer koinot yaralishidan oldin ham mavjud bo'lgan. Uning yoshi hozirgi paytda milliardlab deyishimiz mumkin. Lutsiferda cheksiz kuch, reallikni yaratish va yo'q qilish, o'lmaslik, telepatiya, kosmik darajadagi ong va multi olamdan tashqarida mavjud bo'lish kabi qobiliyatlar bor. Lutsifer hatto o'zining alohida koinotini ham yarata oladi. Lekin Qum odam va Lutsifer seriallarida bu personaj ancha kuchsiz qilib ko'rsatiladi. Lekin komiksda Lutsifer juda katta qudratga ega bo'lib, qisqa qilib aytganda Lutsifer kuch jihatidan DC olamidagi eng yuqori mavjudotlardan biri hisoblanadi. Endi Doktor Manhattan haqida bilib olsak, Doktor Manhattan, ya'ni Jon Osterman, komiksda ham, filmda ham laboratoriyada baxtsiz hodisa tufayli o'z kuchiga ega bo'ladi. Eng qizig'i shundaki, Doktor Manhattan atom darajasida mavjudotlarni boshqara oladigan DC olamidagi yagona inson hisoblanadi. Doktor Manhattanda atom va materiyani boshqarish, vaqtni bir vaqtning o'zida ko'ra olish, o'zini ko'paytirish, o'limni inkor qilish, reallikni o'zgartirish kabi qobiliyatlar bor. Bundan tashqari, doktor vaqtni boshidan oxirigacha bir lahzada ko'ra oladi. Ya'ni u kecha, bugun va kelajakni bir vaqtda ko'ra olishi mumkin. Bu unga deyarli har qanday raqibni rejasini avvaldan bilish imkonini beradi. Mana qahramonlarimiz haqida yetarlicha ma'lumotlarni bilib oldik. Endi asosiy savol, kim kuchliroq ekanligini aniqlaymiz. Aytaylik, ular ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zaro to'qnash kelib qolishdi deylik. Bo'ya aytganimdek, Doktor Manhattan kelajakni ko'ra oladi. Demak, u Lutsiferni oldindan raqib bo'lishini yaxshi bilardi. Ammo bir narsa, doktor faqat o'zi tirik bo'lgan vaqtni ko'ra oladi. Agar doktor qaysidir vaqtda kelajakni ko'ra olmay qolsa, demak, doktor o'sha vaqtda o'zini mag'lub bo'lgani yoki unga nimadir bo'lganini seza oladi. Shunda savol tug'iladi: Manhattan kelajakni o'zgartira oladimi? Afsuski yo'q. Qo'riqcha filmida u shunday deydi: Men kelajakni ko'raman, lekin uni o'zgartirmayman, chunki hammasi allaqachon sodir bo'lib bo'lgan. Demak, agar Manhattan kelajakda mag'lub bo'lishini ko'rsa ham, u baribir shu natijaga boradi. Bundan tashqari, raqibi ham oddiy super qahramon emas, balki farishta Lutsifer. Demak, Manhattanning bitta juda katta qobiliyati foydasiz bo'lib qoladi. Ammo Manhattanda boshqa qobiliyatlar ham bor. Masalan, u Superman va Thorni atom darajasida maydalab yubora olishi mumkin. Vandani eng kuchli holatida, hatto Darkhoutli Vandani ham bemalol sehr ishlatmasdan oldin yo'q qila oladi. Hattoki cheksizlik toshlari bor Thanosni ham bitta hujumda yo'q qilishi mumkin. Shaharni bir zarbada yo'q qila oladigan Godzillani esa eng kuchli holatda ham shunchaki bitta qo'l harakati bilan parchalab tashlay oladi. Flashni esa yorug'lik tezligida yugurgan holatida ham to'xtata oladi. Demak, bu ko'p mavjudotni birga bir jangda yengish oddiy qasaskorlar yoki adolat ligasi qahramonlari uchun mutlaqo imkonsiz hisoblanadi. Ammo savol tug'iladi: doktor shunchalik kuchli ekan, Lutsiferni ham atomlarga bo'lib tashlasa bo'lmaydimi? Doktor Manhattan atom va subatom darajada materiyani boshqara oladi. Tanani energiyaga ajratadi. O'zi ham parchalanib qayta yig'ilishi mumkin. Demak, fizik tanani parchalash Doktor Manhattan uchun muammo bo'lmaydi. Agar Lutsifer oddiy kosmik mavjudot bo'lganida, Doktor Manhattan ham uni parchalab yuborishi mumkin edi. Lekin ish siz o'ylaganchalik oson emas. Lutsifer multi olam yaralishidan oldin ham mavjud bo'lgan. Uning tanasi vaqt jadvaliga bo'ysunmaydi. Lutsiferning tanasi bu uning haqiqiy mavjudligi emas, balki uning xohlagan shakli hisoblanadi. Manhattan atomlarni boshqaradi, Lutsifer esa abadiy mavjud. Natijada doktor fizik kuchi Lutsiferga qarshi ishlamaydi. Mana doktorning yana bitta qobiliyati samarasiz bo'lib chiqdi. Doktor akaning muxlislari hali mag'lubiyatni tan olishga shoshilmang, chunki hali doktorda talaygina qobiliyatlar mavjud. Demak, doktor Lutsiferga zarar yetkaza olmasligi deyarli aniq bo'lib ulgurdi. Ammo hech bo'lmasa u o'zini himoya qila oladimi?
Ha, unda bitta shunaqa qobiliyat bor. Ulardan biri qayta tiklanish, ya'ni o'lmaslik. Misol uchun, doktor tanasini Jina yoki Vandaga o'xshash kuchli telekinozga ega qahramonlar parchalab tashlasalar, doktor 10 soniya o'tgach asl holatiga yana qaytishi mumkin. Bu hol abadiy davom etishi mumkin. Ammo Vanda ham, Jina ham abadiy emas va ular bunga bardosh bera olmay, mag'lubiyatni o'zlari tan olib qo'ya qolishadi. Lekin shu joyda doktorga juda og'ir keladi. Nega deysizmi? Chunki Lutsifer abadiy mavjudot. Misol uchun, agar Manhattan shaxmat taxtasidagi figura bo'lsa, Lutsifer o'yin qoidalarini yozgan odam. Figura qayta tirilishi mumkin, lekin qoidalar o'zgarsa, o'yin tugaydi. Demak, doktor kitob ichida qirol va yengilmas. O'sha kitob esa Lutsiferning qo'lida. U istagan, o'ziga yoqmagan varroqlarni yirtishi yoki qayta kitob yozishi mumkin. Shunday qilib, Lutsifer doktor bilan abadiy jang qilib o'tirmaydi. Shunchaki Lutsifer doktorning olamini yo'q qiladi va undagi barcha fizik qoidalar yo'qoladi. Doktor fizik olamga qaram bo'lgani uchun shunchaki hech qachon mavjud bo'lmaganda yo'q bo'lib ketadi. Lutsifer esa buni daqiqalar ichida bajara oladi. Mana va nihoyat jang ham o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu jangimizda Lutsifer doktor Manhattan ustidan g'alaba qozondi. Doktor Manhattan ham mag'lub bo'ldi, lekin u juda kuchli mavjudot edi. Lekin raqibi Lutsifer bo'lgani uchun Lutsifer bu jangda g'alaba qozondi. Sizchi nima deb o'ylaysiz? Bu battle haqqoniy bo'ldimi? Bu haqida albatta kommentariyada o'z javoblaringizni yozib qoldiring. Mana bugungi videomiz ham shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.